Bir tomchi qon bu hayot demakdir. Kimgadir qilgan kichik yordami bebaho muruvvat sanaladi. O'zgalar sog'lig'i va hayotini saqlab qolish uchun qon beruvchi donorlar har qanday tahsinga loyiq. Bir so'z bilan aytganda, donorlik sharafli yordam, mislsiz savobdir. Viloyat qon quyish markazida maxsus sayyor guruhlar tashkil etilgan bo'lib, ular tomonidan korxona va tashkilotlarda biz donormiz deb nomlangan aksiyalar o'tkazib kelinadi. Ana shunday aksiyalardan biri Yuksalish harakati Farg'ona viloyati hududiy bo'linmasida bo'lib o'tdi. Aytish joizki, bugungi kunda mamlakatimizda, jumladan viloyatimizda ham qon va qon mahsulotlariga bo'lgan talab oshib bormoqda. Har kuni minglab insonlar donor qoniga muhtoj bo'ladi. Afsuski, qonni sun'iy tarzda ishlab chiqishning imkoni yo'q. Uning yagona manbai beg'araz donorlardir. Yuksalish harakati Farg'ona viloyati hududiy bo'linmasi viloyat qon quyish markazi bilan hamkorlikda biz donormiz aksiyasini o'tkazdi. Barchamizga ma'lumki, Ramazon oyida fuqarolarimiz tomonidan donorlik qilish, ya'ni qon topshirish keskin kamayib ketadi. Shuning uchun Yuksalish harakati respublika bo'ylab biz donormiz mavzusida aksiya o'tkazyapti. Mazkur aksiyada butun viloyatdagi tashkilotlar, boshqarmalar xodimlari, faol fuqarolar, nodavlat nojo'ya tashkilotlar, deputatlar ishtirok etyapti. Biz topshirayotgan qon qaysidir bemorga kerakli bo'lsa, biz maqsadimizga erishgan deb hisoblaymiz. Bu albatta ham savob ish va fuqarolarimizni mazkur donorlik aksiyasida faol qatnashishga chorlab qolaman. Tibbiyotda turli xil kasalliklar, shuningdek favqulodda jarohat olgan insonlar ko'p qon yo'qotishi natijasida ularning hayoti qil ustida qoladi. Bunday bemorlarni malakali mutaxassislar jahon andozalariga mos tajribalar asosida davolash barobarida donorlarning beminnat yordamiga ham tayanadilar. Viloyat qon quyish markazi sayyor guruhlar tashkil qilingan bo'lib, bu sayyor guruhlar haftada 2 marta, 3 marta joylarga chiqib, qon va qon preparatlarini tayyorlash uchun qon donorlardan qon olib kelamiz. Qon topshiraman degan fuqarolarimizga bemalol agar tashkil qilinadigan joylarga bo'lsa, borib qon olishga imkoniyatimiz ham, tibbiy jihozlarimiz ham yetarli. Qon topshirgan fuqarolar o'zini juda ham yaxshi his qiladi, qon suyladi. Bu sog'liqqa juda ham foydali. Albatta, beg'araz donorlik kimningdir salomatligi, hayoti uchun hadya etiladigan bebaho ne'mat. Mazkur aksiyani o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad ham ko'makka muhtoj bemorlarni qo'llab-quvvatlash, fuqarolarni ko'ngilli ravishda qon topshirishga chaqirish, jamiyatda insonparvarlik va mehr-oqibat g'oyalarini targ'ib qilishdan iborat bo'ldi.